Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga homiladorlikning birinchi trimestrda iste'mol qilayotgan tabletkamni ko'rsatib o'taman. Aynan ginekolog tavsiyasi bilan mana shu Normadox tabletkasini ichishni boshladim va birinchi trimestrda uchrovchi muammolarni shu bilan yengib o'tmoqdaman. Mana ko'rishlaringiz mumkin, tabletka xuddi shu rangda bo'ladi, ichganman. Va aynan menga qanday ta'sir qilganligi haqida aytib o'tmoqchiman. Birinchi trimestr menda juda og'ir kechib boshladi. Homiladorlik aniqlangandan so'ng ko'ngil aynishi, bosh og'rishi, tinimsiz qayt qilish kabi holatlar kuzatilganligi uchun tekshiruvlardan o'tdim va menda hech qanday muammo bo'lmaganligi va aynan Normadox tabletkasi menga to'g'ri kelganligi uchun ginekolog shu tabletkani yozib berdi. Men bu tabletkani bir kunda bir mahal uyqudan oldin ichyapman va ta'siri ertasi kun kechgacha menga yetmoqda. Tabletkani ichib boshlaganimdan so'ng menda qayt qilish holati yo'qoldi, boshdagi og'riqlar yo'qoldi va oshqozondagi achishishlar ham kamaydi. Bundan tashqari birozgina uyquchanlik oshdi. Uyqu soatim oldin 6 soat uxlasam, hozirda 8-10 soatga cho'zildi. Lekin o'sha birinchi trimestrda yuqorida aytib o'tgan muammolarimdan aynan shu tabletka orqali qutuldim.